Yangi qo'y boqishni boshlagan insonlarga mana shuni maslahat beraman. Mana shunday ona bolani olish kerak. Onasi qari, albatta, lekin toza, yirik narsa onasi, juda yirik, poychalari ham qalin, kashtan, qirriq bu. Bular tishi maydaligi sababli bular oxirgi bolalari, cho'ponlar uchun mana bolasini ham ko'tlari, dumalari oyna ko't. Xo'p, onasi qari, bular endi o'tga qiynaladi, dashtashga qiynaladi. Shunaqa qo'ylarni olsa, ona bilan qo'ydi olsa, bolasi ham kattargandan keyin 4-5 oydan keyin onasiga yaqinlashib qoladi. Masalan, bolasi 5 million bo'lsa, onasini ham semirtsa 6 millionga yaqin pul bo'ladi. O'zini esa 6 million 350 ga olganman mana shu ikkovini, ona balani. Xuddi shunday qilib qo'y boqishni boshlashalaring bo'ladi. Mana bismillah deb biz ham boshladik. Xudo xolasa video qilib boraveramiz. Har oy rezultatini ko'raverasizlar. Mana bugun sana 30-mart